Xo'p, hurmatli obunachilar, e'tibor berasizlar. Shuncha odam bizga yozib qo'yganida subsidiyaga xonadon qidirib yurgan ekanlar ana. Bizga yozganlarni hammasini birdan chaqirdik. Hozir xudo xolasa subsidiyaga xonadonlarni sotuvga chiqyapti. To'liq videosini Reels'ga joylab boramiz. Ungacha aymasdan like bosib yaqinlashib videomizni jo'natib qo'ying. Domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan kadastr hujjatlariga ega. Narx-navoziga keladigan bo'lsak, narx-navozi etajiga qarab 7,5 milliondan 7 milliongacha boradi deb aytib o'tyaptilar. Yana to'liq ma'lumot qoldirib o'tamiz. Lokatsiyasi bo'lyapti Yangi O'zbekiston bog'i. Subsidiyaga xonadon qidirib yurgan yaqinlaringizga srochni videomizni jo'natib qo'ying, zero manfaatli bo'ladi. Subsidiyaga xonadon qidirib yurganlar diqqatiga, 9 qavatli monolitik domimiz 8-qavatda biza 7-qavat, 8-qavat, 9-qavatda xonadonlarimiz sotuvda bor. Bir xonaligimiz 51 metr kvadrat, ikki xonaligimiz 56 metr kvadrat, bu ikki xonaligimiz 68 metr kvadrat, bu ikki xonaligimiz esa 74 metr kvadratdan iborat. Ana bu bir xonalik xonadonimiz proyekti ko'rishlaringiz mumkin. Domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan kadastr hujjatlari joyida, alohida sanusiy qismlari, ana bu esa kuxnyamiz. O'zini ochiq balkonlariga ham ega. 1 metr kvadrat uchun 7 million 200 ming so'm so'rayaptilar. Ozgina barakasiga o'tib beradilar. Boshqa joyda 7,5 million so'mdan reklama qilingan. Buxoro kanalida esa 7 million 200 ming so'mdan qo'yib beramiz. Ana bu kuxnyamiz, domimizda gaz bo'lmaydi, issiqlik tizimi sentralniga ulangan bo'ladi. Qolgan hamma narsasi mavjud, e'tibor berasizlar. Gaz kelar ekan, 10 kundan keyin, 20 kundan keyin degan gap yo'q. Ana bu 68 metr kvadratlik xonadonimiz, ana bu esa 56 metr kvadratlik xonadonimiz ana. Juda ham proyektlar chiroyli chiqqan. Manzil bo'lyapti Buxoro shahar Yangi O'zbekiston bog'ini lokatsiya qilib kelasiz. Ana bu sanusiy qismlari. Bu A blokdagi kvartiralarimiz 7-qavat, 8-qavat va 9-qavatdan xonadonlar qolgan. 8-qavatning narxi 7 million 200 ming so'm 1 metr kvadrat uchun. Subsidiyaga xonadon qidirib yurgan yaqinlaringizga srochni videomizni jo'natib qo'ying. Uzoq demay, yo'l demay uy qidirib yurgan hurmatli obunachilarimiz uchun maxsus taklif. Nimaga bunaqa deyapman? Diqqat bilan eshiting. Orqamda ko'rinib turgan domimizning o'zidan 5-qavatdan to 8-qavatgacha 1 metr kvadrati 7 million 400 ming so'mdan xonadonlar sotuvga chiqadi. Nimaga bunaqa deyapman? Aynan siz uchun. Subsidiyaga uy qidirib yurganlar diqqatiga demoqchiman. Aynan shu domimizning o'zidan 1 emas 25 dona xonadonlarimiz sotuvga chiqqan. 5-qavatdan 7 million 400 dan boshlab narx-navozi tepaga chiqqan sari kamayadi. Agar 5-etajdan pastini oladigan bo'lsangiz, ozgina narx-navozi qo'shiladi. Gazdan, svetdan, suvdan muammosi yo'q, kadastr hujjatlari jo'ppa joyda. Shu yerga sizda ozgina aldadi. Nimaga? Aynan bu domimizda gazli o'zi bo'lmaydi. Issiqlik tizimi sentralniga ulangan bo'ladi. Lekin qolgan narsasi 24 ga 7 bor. Ya'ni svet, suv, lift 24 ga 7 ishlab turibdi. Bu domimizda farqi nima? Bu domimiz yo'l ustidan 100 metr ichkarida joylashgan. Shu uchun ozgina narxi arzon. Siz agar yo'l ustidan menga xonadon topib beradigan bo'lsangiz, ana A blokda xonadonlarimiz tayyor holatda. Faqat korobka holatda. Ularning ham narxi 100 ming so'm farq bor. U xonadonlarimizga keladigan bo'lsak, 7-qavat, 8-qavat va 9-qavatda xonadonlarimiz qolgan. Har doimda biz taklif beramiz. Lokatsiyasi bo'lyapti Buxoro shahar, Yangi O'zbekiston bog'i deb kelasizlar. Bu liniyadagi qurilayotgan hamma domning o'zida gaz bo'lmaydi, hurmatli obunachilar. Bundan buyog'iga o'zingiz tushunib oldingiz. Gaz yo'q. Har doimda taklif beramiz. Kechagina bizdan xonadon qidiruvdi subsidiyaga. Agar o'zingiz olmasangiz ham shu videoga bittagina like bosib, o'sha qadrdoningizga videomizni jo'natib qo'ysangiz, bir kishini xonadonlik qilib qo'ygan bo'lamiz. Kelsangiz yana savdosi uchun o'tib beradi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaqinlaringiz videomizni jo'natib qo'ying. Subsidiyaga mana sizga 7 million 400 ming so'mdan xonadon taklif qildim. Qimmat deb yozibsiz, jigar. Ana sizga yana arzonroq variant. 8-qavatdan 6 million 700 ming so'mdan boshlab to 4-qavatgacha 7 million 200 ming so'm. Agar 3-qavat xarid qilaman desangiz, yana narxga narx qo'shiladi. Manzil bo'lyapti, yana o'sha manzil. Yangi O'zbekiston bog'i bo'lyapti. Gazdan, svetdan, suvdan muammo yo'q, liftlar 24 ga 7 bor. Yana ozgina aldadim. Aynan bu domimizda ham gaz bo'lmaydi. Issiqlik tizimi sentralniga ulangan bo'ladi. Xo'p, qolgan narsalari mavjud jigarjon. Narxlari 6 million 700 dan 7 million 200 gacha. Subsidiya orqali xonadon qidirib yurgan yaqinlaringizga videomizni jo'natib qo'ying. Bir xonalik uyimizni kvadrat metri 51 metr kvadrat, ikki xonaligimiz esa 56 metr kvadrat va 68 va yana 74 metr kvadratlik xonadonlarimiz sotuvda mavjud. Taklif bizdan, tanlov sizdan. Yangi O'zbekiston bog'idan xonadon xarid qilaman degan yaqiningizga videomizni jo'natib qo'yasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Buxoro kanaliga obuna bo'ling. Xo'p, uka, endi proyekt bilan tanishtiradigan bo'lsak, ana bu ikki xonalik xonadonimiz 68 metr kvadratdan iborat. Juda ham katta koridor. Birinchi, ikkinchi xonamiz, bu joyda esa kuxnyamiz va alohida bo'lgan sanusiy qismlarimiz. Aytib o'tganimizdek, domimizda gaz bo'lmaydi, issiqlik tizimi sentralniga ulangan bo'ladi. Lekin narx-navozi juda ham zo'r so'raladi.
4-qavatdan boshlab 7 million 200 ming so'mdan e'tibor berasizlar. Yo'l ustidan birinchi. Ana bu esa 2 xonalik 56 metr kvadratli bo'lib, xonadonimiz qaraydi. Juda ham chiroyli proyektlar chiqqan, koridor qismiga ham. Aka qanday bunday arzon? Uka, arzon chiqarsak, nimaga arzon deysiz? Qimmat chiqarsak, nimaga qimmat deysizlar? Biz qo'ldan kelguncha harakat qilamiz. Harakatimiz baholashda bitta imkoniyat, bitta like bo'lsin, kanalga obuna bo'lib, yaqinda videomizni jo'natib qo'ying. 4-qavatdan 7 million 200 dan, agar 8-qavat xarid qilmasangiz 6 million 700 ming so'mdan subsidiya orqali xonadon xarid qiladigan yaqiningizga videomizni jo'natib qo'ying.